Assalomu alaykum hurmatli guruhimiz a'zolari, kuzatuvchilari, dehqon hamda fermer akalar, hamkasblar. Mana bugun biz Turkiya davlatiga tashrif buyurdik. Bu yerda o'sha Green Life kompaniyasini urug'lari ishlab chiqariladigan fabrikaga tashrif buyurdik. Fabrika Turkiyaning Manisa shahrida joylashgan ekan. Barchamizga taniqli bo'lgan, barchamiz bilib ekib yurgan o'sha O'zbekistondagi Green Life kompaniyasi aslida Turkiyada Polen nomi ostida o'z faoliyatini yuritadi va nafaqat O'zbekistonga, balki O'zbekiston tashqari 30 tadan oshiq davlatga o'z mahsulotlarini ta'minlab boradi. Sizlarning e'tiborlaringizga hozir mana ushbu fabrikani urug'larni kalibrovka qilish, qadoqlash, ularni sertifikatsiya nazorat ishlari va boshqa bir qancha jarayonlarini imkon qadar yoritib berishga harakat qilamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. E'tiborlaringiz uchun rahmat, sog' bo'linglar. Akalar, bu yerda Makka jo'xorini qoplari hammasi mana Green Life bor, Polen bor, Forbisit bor. Faqat qop bu yerda. Daha sonra iyi temizlediğimiz işleme geçiyoruz. Orada danelendikten sonra buraya geliyor. Buradan şu yukarıda gördüğünüz Petkus, bu da diğer bir tohumcuk işleme makinesi çok ünlü olan. Petkus'ta 6,5 ile 11 mm arasındaki daneleri dikbeklere şöyle Rovkadan keyin bu apparatga tashlaydi ekan. Bu apparat Makka jo'xoridagi nobop makka jo'xorilar, urug'lar hali kuchsiz, mana g'alati kuchlari ham bo'lib qoladi. Shularni bu yerda ajratib turib bizga sog'lom, yaxshi makka jo'xorilarni bu apparat chiqarib beradi. sonrasında ilaçlama makinesine geçiyoruz. Bundan keyin doralash, makka jo'xorilarni doralash apparati mana. Bu yerda makka jo'xori qurib chiqqandan keyin bu yerda uqalaydigan makka jo'xorini sir tutirib, makka jo'xorining doniga zarar bermasdan bu yerda havo bilan ishlaydi ekan bular. Havo bilan ishlab sir ishlab bu yerda tozalab keyin uni yoqqa kalibrovkaga jo'natadi. Daneler buradan bantla diğer işleme geçiyor. Sömekler de buradan koçan tankı dediğimiz sömek tankına gidiyor. Uqalangandan keyin bu yog'i donalari, makka jo'xorining donalari bu yoqqa ishlashga ketadi, bu yog'i axlati musor, mardagi bu bilan axlat ichib ketadi. Biz de buradan her 5 dakikada bir numune alıyoruz, nemine bakıyoruz.